Bugun xo'jayinimni O'zbekistondagi to'ylarda ko'pchilik uchun tayyorlanadigan sho'rvadan ichkisi kelibdi. O'ylab ko'rsam, O'zbekistonga bormaganiga ham 4 yil bo'libdi. To'y sho'rvasidan ham mazali sho'rva tayyorlab beraman deb, ko'zani ichiga hamma mahsulotlarni solib, muzdekkina suv quyib, duxovkaga 150 gradusga jo'natib yubordim. Sho'rva bilan yeyishlik uchun uy noniga yetadigani yo'q deb, darrovgina xamir qorishga tushdim. Bu orada xolodilnikda jizzam borligi esimga tushib, jizza ham qo'shib yubordim. Yumshoqqina xamir qorib, issiqqina qilib o'rab 2 soatga oshirishga olib qo'ydim. Sho'rvamiz pishguncha, xamirimiz ko'pguncha bu orada Ayshani Banisaga olib borib kelaman. Bog'chaga borishlik uchun doktordan o'tayotgandik. Faqat meni bolalarimmi yoki hozirgi zamon bolalari hammasi shunaqami kechasi 12 da uxlashib, ertalab soat 10-11 bo'lib ketadi. Zo'rg'a talab yig'latib uyg'otib olib, yo'lga ham chiqib oldik. Keyin esa Banisaga bordik. Rossiyadagi banitsalarda живой очередь yo'qligi menga juda ham yoqadi. Yozilgan soatingizga borib, birov bilan urushmasdan, talashmasdan tezdagina ko'riklardan o'tib oldikda, keyin qaytishda Valbrisdan narsalar zakaz qilgandim, shular kelgan ekan, shularni olishga kirdim, pijama hamda bitta telefonimga 4 ta chexol zakaz qilgandim, 2 donasini olib, 2 donasini qaytarib olib, keyin esa uyga ham kirib oldik. Uyga kirsam, uydan shunaqangi sho'rvani hidi tutibdi, biram yoqimli. Keyin qarasam, xamirlarim ham ko'pkan ekan, xamirni olib yasashga tushdim. 2 dona non yasasam bo'ladi, chunki biznikida juda ham ko'p non yeyilmaydi. Xamirni oldimda 2 ga bo'lib, chiroyli qilib nonlarni ham yasab oldim. Ustiga esa chiroyli bo'lib pishishlik uchun sut surtib chiqdim. Ketidan esa kunjutdan ham ozroq sepib yubordim. Keyin esa maromiga yetib pishgan ko'za sho'rvalarimizni olib, ozroq tovuq chiqishlik uchun bir chekkiga qo'yib, ketidan nonimizni ham pishishlik uchun jo'natib yubordim. Nonimiz pishib chiqishiga yaqin sho'rvalarimizni ham kosalarimizga quyib oldim. Buni qaranglar, rangini qanaqangi mazali bo'lganini ko'rinishini o'zi aytib turibdi, xuddi to'y sho'rvasidek. Muncha piyozi ko'p demanglar, chunki xo'jayinim serpiyoz sho'rvani yaxshi ko'radi. Ungacha esa nonlarimiz ham chiroyli bo'lib pishib chiqdi. Ana endi bugungi obedgacha bo'lgan ishlar uchun baho beringlar-chi. Yo'qsa kommentariyaga 5, yoqmas 2 qo'yib ketaverasizlar. Xafa bo'lish yo'q. Aytgancha tez-tez ko'rishib turishlik uchun like bosib, podpiska qilishni unutmanglar.